Madrid. Atletico Madrid, Real Madrid super yarim final va bugun muxlislarning fikrini eshitamiz. Aziz aka, bugungi o'yin haqida. Menimcha 2-1 ga Atletico uradi. Atletico finalga chiqadi deyapsiz. Chunki Atletico ham hozir ancha kuchli, u hech o'zi podarka bo'lmagan shu paytgacha. Ha, qarang. Siz qaysi klub muxlisisiz? Qaysi klub muxlisiz? Men o'zim Liverpool muxlisiman. Liverpool. No, masalan, El Clasico bo'lganda Barsaga simpatiya bo'ladi. Barsa yutadi deb qo'yaman chunki uni yaxshi ko'rish bo'ladi. Shunaqa narsa bor. Ichida Real Madrid lekin. Ichidan Real Madrid. Islom aka, siz Okey, yopiq o'yin bo'lmasa Real Madrid yutadi. Agar bitta gol urib Atletico zashtiga otib oladigan bo'lsa, har doimgi o'yinini qilsa, zerikarli o'yin bo'lib qolishi mumkin, Atletico yutib qolishi mumkin. Lekin Real Madrid o'zini o'yinini qilsa, Real Madrid 2-0 hisobida g'alaba qozonadi deb o'ylayman aka. tushunarli. Endi do'stlar, X Factor chempioni, Ispaniya Super Kubogi chempioni. Hitler keldi mana. Real Madrid, Ala Madrid Tendekort. Assalomu alaykum. Meni o'ylashimcha Madrid. 2-1 Atletico. Do'stlar, bu futbolda bo'lib turadigan holat, hammasi joyida. 2-1 Real Madrid yutadi. Mana haqiqiy. Eslab qolinglar shuni. 2-1 Real Madrid yutadi. 2-1 Real Madrid yutadi. Xo'p. Sizni fikringiz? Assalomu alaykum. 2-1 Real Madrid yutsa kerak. Taxmin shunaqa. Baribir ko'pchilik klassiko bo'lishni xohlayapti finalda. Men o'zi Barsachiman, to'g'risi. Realga hozir bugun balet qolmiz. Sabab finalda Barsa bilan o'ynashni xohlayman. Shuning uchun. Mana do'stlar, ko'rdingiz, Barselona muxlislari ham raqib jamoasiga maksimal hurmat ko'rsatgan holda To'ppa-to'g'ri. klassiko bo'lishni xohlayapti. Xudo xolisa revansh olamiz. 5-2 ni revanshini 3-0 ga yutamiz, xudo xolisa. Bugun yutamiz, xudo xolis. Kamida 5-0. O'tgan safar katta shotda yutqizganmiz. Bu safar katta shotda yutamiz. Katta shotda. Klassiko demak. Va do'stlar, kecha stadionda o'tirganimizda birinchi gol Ferran Torresning golini jonli sharhlagan Orif Tolipov. Bugun bilmadim gol bo'larmikin, sharhlash nasib qilarmikin. 0-0 bo'lib penaltiga o'tib ketmasa bo'ldi. Yopiq o'yin bo'lishi mumkinligi taxmini ham bor. Lekin himoyani aytmaymiz qaysi jamoada muammoli ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, unda gol ham bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Endi bilmadim, ikkalasi katta jamoa, biroq klassiko kutyapti endi ko'pchilik baribir. Shunday do'stlar, biz ham markaziy sektor jamoasi bilan birgalikda tashrif buyurganmiz klassikoni ko'rish uchun. Bugun qaysi jamoa o'zining eng zo'r o'yinlarini ko'rsatadigan bo'lsa, o'yinni ko'rsatadigan bo'lsa va ko'proq gol kiritadigan bo'lsa, biz ko'p taxminlar ham bildirdik, muxlislarni ham eshitdingiz. Hamma klassiko ko'rmoqchi.